У меня один вопрос. Вот, Подождите. Hurmatli hamkasblar, matbuot anjumanining ikkinchi qismini G'un jamoasi murabbiysi Akmal Rustamov bilan davom ettiramiz. Nimaga bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Andijondan keyin hammaga assalomu alaykum. Andijon bilan o'yindan keyin jamoamizni Neftchi bilan o'yinga tayyorgarlikda boshladik. Neftchi bilasizlar, O'zbekistonda kuchli jamoalardan bittasi. Tarkibi yulduzli shakllangan jamoa deb hisoblayman. Ozgina taktika tomonidan ham o'zgarish qilgandik. Bunaqa o'yinlar bitta golgacha bo'lishi mumkin. Ular o'zini momentlaridan foydalanishdi. Xudoga shukr. Bizda ham moment bo'lganda biz ham javob qaytarishga ulgurdik. Bolalarimga hammasiga rahmat aytmoqchiman. Bor kuchlari bilan harakat qilishmoqda. Xudo xohlasa oxirgi tur, birinchi davraning oxirgi turi G'uzorda bo'ladi. Xudo xohlasa g'alaba bilan qaytishga harakat qilamiz. Вопрос один. Вот за всю игру атака команды строилась только через левый край. С чем это связано? Что у нас на правом краю нет достойных ребят? Chap tomonimiz to'g'ri, chap tomonimiz kuchliligi to'g'ri aytyaptilar. Taktika shunaqa ozgina taktik holatga keladigan bo'lsak, shu chap tomonimizdan ko'proq o'zi shakllantiryapmiz hujumlarimizni. Chunki hujumga chiqqan paytimiz orqada ham 4 kishi qolish kerak. O'ng tomonimiz shu ozgina himoyani o'ylaydi. O'ng tomondan hujum bo'lgan payti chap tomon ham xuddi shunday qolib, himoyada harakat qilamiz. To'g'ri savol berdilar. Xudo xolasa bu taktikamiz ham natija beradi. Xudo xolasa. Mana shu savolga qo'shimcha qilib, legionerlar jamoa oxirgi tur qoldi. Bir turdan keyin tanaffus chiqiladi. O'sha tarkibdagi o'zgarish bo'lganmisizlar? Shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Tarkibda xudo xolasa Mashvichdan boshlaydi. Mashvich. O'zgarishlar bo'ladi. Mashvich bir oydan beri u jarohati bor edi. Unda hozir tiklanish ishlari olib borilmoqda. O'zini formasiga qaytgandan keyin uni ham ko'rasizlar poliyada deb umid qilaman. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, o'zgarishlar xudo xohlasa bo'ladi. Liniyalarimizni kuchaytirishimiz kerak. Ikkinchi davrada xudo xohlasa yaxshi natija ko'rsatamiz degan umiddaman. Savollaringizga rahmat. Omad tilaymiz. Mikrofonni